Yo'q, hammaga salom bolalar. Qizlar, negerlar, boboylar, qarochida hammaga salom. Bolalar, bu videoda biz neger setida survival qilamiz, tushunyapsizlarmi o'zi? Neger setida survival dahshat ketadi, tushunyapsizlarmi? 1 2 3 qani bo'lsa neger setiga kirib olamiz. Yo'q, bolalar, mana biz neger setiga kirib oldik. Va yo, bro, nima bo'ldi menga? Neger setiga kirib o'zim ham neger bo'lib qopman. Nimaga? Yo'q. Mayli. Mahima qilmaymizda, hozir borib endi daraxt qaziymiz. Qani bo'lmasa, mana shu daraxt menga yoqmayib turibdi. Shu daraxt qazib olaylik chiqani. Bu neger setida nima borligini bilmadim, lekin men neger bo'lib qoldim, bolalar. Yo'q. Endi men video tugagandan keyin set oq deymanda, oq bola deymanda o'sha setga kirib oppoq odam bo'lib qolaman, tushunyapsizlarmi? Let's go baby. Va bolalar 1 2 3 ekranlarda cho'tki narsa chiqadi, o'sha narsani albatta qilinglar, tushunyapsizlarmi? 1 2 3. Men o'ylashimcha sizlar qildinglar. Let's go. Endi mana shunaqasiga qilib turamiz. Let's go. Daraxt qaziymiz. 2 ta daraxt mencha bu menga yetib ortadi-ku. Nimaga 2 dona daraxt qazdim o'zi? 12 ta daraxt menga endi nima kerak? Yo. Hoppala. Bitta tapor ham yasaramizmi? Yo'q, mayli, tapor yasamaymiz. Yo'q. Biz shunaqangi speedrun bo'lamiz hozir. Let's go. Biz o'sha toshga kuchayapmiz bolalar. Sizlar sirazi ekranga chiqqan narsani albatta qilinglar. Ya'ni like bosinglar va obuna bo'linglar, tushunyapsizlarmi? Like bosinglar va obuna bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar basharasiga o'rimchak odam shuni qilib ketsin. O'zimga kerakli resurslarni yasab videoni boshlayman. Va men o'zim kerakli resurslarni yasab oldim va 3 ta tosh menda ortib qoldi. 19 ta tosh oldim va 3 dona yana toshim ortib qoldi. Men endi qo'y qidirishim kerak. Shunaqangi tez kuchayishim kerakki, sizlar bilmasinglar kerak-da, baton. Men neger edim-a? Negerlar oqlarni o'ldirish kerak-ku. Mol oq, to'g'rimi? Yo, what the fuck? Lava. Ba'zida shu lavani topaman deb men qiynalib yurardim. Hozir hop qilamiz deb bunday qazigan payti odam tushib ketadi. Bu ham hackerlarning tuzog'i. Va men birinchi qo'yimni topdim, bo'q rangli. Buyoqqa. Chumo, kelmadi-da oldimga. Bu mahki, to'xta. Nima qilyapsan uka? Yo, sen ham kerakmisan. Mana bu kerak menga. Qalaysan? Davay, sen isming Verdi. G'irt jinni-ku bular. Davay, G'irt jinni ekan-ku bu. Atom. Men kimnidir Verdi qilishim kerak hozir. Yaxshi uka. To'xta. Yaxshi. Sen isming Verdi bo'ladi, tushunyapsanmi? Davay, Verdi bo'lishga tayyorlan. 1 2 3. Hozir endi bosamiz. Mana bu qo'yni o'ldirib yuboramiz bolalar. Let's go, qo'y o'ldi. Ana yerda jungli bor ekan. O'sha junglida yana qorayib kelamizmi? O'zi qoraman-u mayli. Bizga ovqat juda kerak bo'ladi. Juda ham kerak bo'ladi bolalar. Maqsadimiz qishloq topishmi yoki bilmadim, nimadirlar qilamiz. 10 minut bo'laversin hozir. Let's go. Bizda hozir Verdi bor. Qornim juda ham ochyapti-da. Negerlarning qorni tez ochayotganda borku. Hozir men o'zimga temirlar qazishim kerak. O'shanga temir qazish uchun men kon topishim kerak. Va endi kravatni yasab olamiz va hoppala qilamiz-da. Yo, shu menda kiyim bor. Let's go. Endi men o'zimga kerakli bo'lgan g'orni qidirib olaman. Ungacha videoni to'xtatib turaman. Let's go. Yo, bolalar, men shunaqangi ko'rmadim. Oldimda kon turibdi ekan-ku. Ana dedim men ko'rgan bo'lsanglar. Endi esa mana bu yerda kon bor ekan.
Bolalar, men sizlarga hozir cheat qilishni o'rgataman, tushunyapsizlarmi? Stop. Bizga birinchi daraxt kerak bo'ladi. Bilsanglar, daraxtdan ko'mir tushirsa bo'ladi. Daraxtni birinchi bo'lib kuydirib olamiz. Neger qilib olamiz so'rog'i. Neger qilib olamiz daraxtni va shunaqasiga cho'pcha yashaymiz hozir. Oh my god, let's go. Endi fakkel yasasa bo'ladi bundan. Men buni bilmasdim. Menga Asilbek o'rgatdi buni. Let's go. Endi let's go so'zini ko'p ishlatib olyapman, bilaman. Yo, mayo, neger qo'y. Yo, neger qo'ymas ekan. Let's go endi mana shu yerga. Bu buncha katta g'or. Ola shuncha bu yerda bir dona ham ko'mir chiqmadi hali beri. Yo, ko'mir emas, temir bor ekan bu yerda. Yaxshi, demak biz uni qazib olamiz. Nimaga bir dona? Uxti. Let's go. Хорошо. Bizda o'sha nechta temir bo'ldi, taxmin qilib ko'ringlarchi. Hozir sira taxmin qilinglar, menimcha 5 ta bo'lib qoldi. 7 ta ekan. Bizga eng kerakli narsa bu. Temirdan ham kerak edi, to'g'rirog'i. Hozir bundan keyin endi temir va olmos bo'ladi. Let's go. Hammasini olib olishga harakat qilamiz. Chunki bizda 3 dona qoldi. Mana shu yetadi. To'rtta bo'ldi. Let's go. Biz endi qaysi tomonga boramiz? Bu yoqqami yoki bu yoqqami? Tan. Bu nima bu endi? Bu ko'mirga boy. Demak, negerlarda temir ko'p bo'ladi. Neger sedi ham chiroyli, yaxshi ekan lekin. Hoppala. Mimi sedidan yaxshiroq. Chunki lekin Mimi sedidan dahshat ko'p obuna kelgandi. Bundan ham paqlatib tashlasizlar obunani, tushunyapsizlarmi? Bomba qilib tashlasanglar, men qoyil qolaman. Va bolalar, Rider UZB kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U meni bilasizlar, jo'ram. YouTube kanalidagi eng yaqin jo'ram, lekin afsuski uni eski YouTube kanali o'chib ketibdi. Unda 100 ta, 150 tadan ham ko'p anisi bor edi. Mana shu tomon ketoradagi chiqqani, ularga ham, menga ham obuna bo'linglar, va Rider UZBga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki biz jo'ralar eng yaqin do'stlarim-da, u potom o'shalar qatoriga kiradi, eng yaqin do'stlarim qatoriga kiradi. Ya'ni kirmaydi, qatorinda birinchi o'rin. O'shanga unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda nechta temir bo'ldi? 25 ta. Demak bu full temir branya degani. Qani bo'lsa tepaga chiqib olamiz. Qayerdan chiqar tepaga bilmadim men. Lekin Rider UZBga obuna bo'lib qo'yishinglar shart. Ko'rasizlarmi men? Bu juda ham ko'mirga boy ekan. Mana shuni sindirsam tepasidan Tripper "Salom alaykum" deb tushsa. Lekin unaqa bo'lmadi, chunki yaxshi-da, normalda. Men adashib qoldim men. Qayerga ketish kerak edi? Mana bu yerda tepalik bor. Yaxshi. Stop. Qaranglar bolalar, mana bu yerda qorong'ilik. Endi yorug'. What the fuck? Bu narsaga prosta Minecraft fizikasi tupurib qo'ygan narsa. Fizika qonuniga tupurib qo'ygan to'pda futbol o'ynaganmiz biz. O'sha to'pni kommentga yozib ketinglar. Fizika qonuniga tupurib qo'ygan to'p qaysi to'p? Ana endi biza har bitta o'yinchi qiladigan ishni qilamiz. Lekin menda ko'mir yo'q ekan, mayli. Men ko'mir kovlashga yana bir marta pastga tushaman. Jinni. Deshinglar shart emas, chunki men jinni emasman. Tayrang. Bir dona lavan o'zi bir stak temirni eritib berardi borki. Mana shunaqasiga qilaveramiz va let's go baby. Negerman. Men negerman. Oppoq negerman. Quyoshda yo'q, unaqa emas, to'g'rimi? Unaqa emasdi.
Men negerman. Oppoq negerman. Itib olib akamdan kaltak yeganman deydi-ku. Men buni YouTube'da o'rganib olgandim. Lekin men negerman, oppoq negermanni o'zim o'ylaganman. Ya o'zim eshitib qo'yganman-da, hech qanaqa YouTube'dan ko'rmaganman. Va 10 dona ko'mir bizga yetib qoladi shekilli deb o'ylaymiz-da. Let's go. Uje bizda shim bor, shim. Aytadi-ku artifak. Qishloqqa shiming bormi? Yo'q deydi-ku. Unda bor. Qarchi o'sha dahshat ketganda. Bizga 7 ta kerak ekan va biz ham xuddi shu narsani qilib ko'ramiz. Va oppale. Chiroyli bola bo'lib qoldimmi? Qayerda chiroyli bo'laman? Negerman-ku. Hech qachon chiroyli bo'lmayman-da, to'g'rimi? Chiroyli bo'lish menga emas ekan, bu merda to'g'ri qaranglar. Oyoq kiyimimda hatto junli oyoq oyog'imda junli nimadir. Karachi-da, anunga yozib ketasizlar nima bo'lsa ham. Hakillab qoldim. Endi buni olamiz. Bombola, biz temir branya bo'ldik. Tushunasizlarmi? Men legendaman, oppoq legendaman, neger legendaman, to'g'rimi? Lekin qoralarga oq kiyim yarashadi-da o'zi bor-ku. Hoppale, endi aniq chiroyli bola bo'lib qoldim. Hoppale, chotki bola bo'lib qoldim mana. Men legendaman, qop-qora legendaman. Yaxshi, hozir endi shoppa chiqamiz. Yana endi biza kirka yasashimiz kerak va o'ylashimcha temir qolmadi. 10 dona temirni o'zi 25 ta temir qilib berdi qarchi bizga. Bolalar, videoni shu joyda o'z nihoyasiga yetkazamiz va video boshida ekranlarda chiqqan narsa 1, 2, 3. Xuddi shu narsani albatta qilib qo'yinglar. Tushunasizlarmi o'zi? Va menga obuna bo'lib qo'yinglar, shu ekranlarda chiqqan narsani albatta qilib qo'yinglar. Tushunasizlarmi? Hozir men qilib yuboraman-da, har doim videolarni shunaqa to'xtatardim-ku, to'g'rimi? Boshqa Oh my god. Va ertalab tushishini bilamiz. Yo'q. Hammaga xayr. Bolalar, qizlar, negerlar, boboylar. Bu videoda biza survival, ya'ni neger videosida, neger serida survival qildik. Videoga obuna bo'lib qo'yinglar va like bosib qo'yinglar. Stop. Rider Uzbekga albatta obuna bo'linglar, chunki uni eski kanali bilmadim, bam yeganmi, nimadir qilganda obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir men unga obuna bo'ldim. Hozir unda 11 ta obunasi bor, 11-inchisi menman. Tushunasizlarmi? O'shanga unga obuna bo'lib qo'yinglar va sizlar bilan Stefan bo'lmadi. Sizlar bilan oq kiyinib olgan neger bo'ldi. Hammaga xayr.